Assalomu alaykum, hurmatli implantologlar. Men Qorayodiyev Jasurbek, 15 yillik tajribaga ega bo'lgan implantologman. O'zimning tajribamda ko'p keng qo'llab kelayotgan S-Lock Handle nabori haqida gapirib o'tmoqchiman. S-Lock Handle nabori starter drill 2lik va 6 gacha bo'lgan frezlardan iborat bo'ladi va countersinklari uchi 3dan to 6.2 gacha bo'lgan countersinklarga ega bo'ladi. Bu nabor countersinklar nega kerak? Kortikal suyakni kengaytirish uchun kerak bo'ladi. Va stopperlari bor. 7lik, 9lik, 11lik, 13lik. Implantlar 7 mm dan 9 mm gacha bo'ladi. Implantovodlari 2,5lik va 3,2lik implantlar uchun kalta va uzun implantovodlar to'plamiga ega bo'lgan. Zaglushka, formirovatel va abatmani qistirish uchun kaltlari bo'ladi. Parallel pinlari bo'ladi, uzun va kalta. Bular bilan implant kavagini uzunligini o'lchasa ham bo'ladi. Handle kitimizning asosiy ajralib turadigan qismlaridan biri bunda rimerlar borligi va kaliti borligi. Rimerlarning asosiy vazifasi yopiq sinus lifting amaliyotini bajarish va suyak to'plash vazifasini bajaradi. Bunda qanday sinus lifting qilamiz? Birinchi starter drill bilan ozgina kavakni shakllantirib olamiz, 1-2-3 mm cha. Keyin 2,5lik, 3lik, 3,3lik, 3,7lik yoki 4,2lik bilan rimerlar bilan kengaytirib turib, implantni shakllantirilgan sinusdagi shakllantirilgan kavakka implant o'rnatiladi. Mana bu kalitning yana bitta yaxshi funksiyalaridan biri, xolasa rimerlarni qo'yib turib, yopiq sinus lifting amaliyotini bajarsa bo'ladi. Qo'lda burab turib yoki bolg'acha bilan urib turib, sinusni ko'tarsa bo'ladi. Yana bitta vazifalardan biri, mabodo ishlayotgan paytingizda svet o'chib qolsa agar, bu kalitga freza o'rnatib turib, kavak shakllantirib olib turib, keyin implant o'rnatsak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Brother Dentalda kutib qolamiz.